Assalomu alaykum kanalimiz a'zolari, kanalimizga xush kelibsizlar. Bugun sizlar bilan Gamer.uz kanalida bugungi video roligimizda sizlar bilan birgalikda qanday video ofistiga obloshka yoki boshqacha tilda aytganda preview yasashni o'rganamiz do'stlar. Albatta Adobe Photoshopdanmiz. Kimdirlar Photoshop, kimdirlar o'shani o'tkazamiz. Men sizlarga buni oson yo'lni o'rgataman. Kanalimizga ketdik do'stlar. Uning uchun anaqa Yandex browserga kirib yozasizlar. Masalan, men PUBG uchun anaqa yasamoqchiman. PUBG deb yozasizlar xohlaganinglarni. Open case desanglar mana chiqib keladi. Masalan, mana shunday bo'lsa, masalan, mana shuni olmoqchisizlar. Qaranglar, buni ostiga mana bitta bosasizlar. Bu yerdan copyright изображение, mana изображение сохранить, изображение как ustiga bosasizlar. Mana bu yerdan mashinga mana ismini saqlanib qilasizlar, qaysi papkaga tushishini. Mana bu yerdan saqlanib bo'ldi. Qaranglar, endi buni pusk bormi? Pusk kreaturada mana Windows yelgisi mana yoki mana desam bo'laman, mana ustiga bosasizlar. Mana paint degan joyga kirasizlar. Va bunda paint boshqacha, mana bunda paint qilish mumkin. Qaranglar, endi bu yerda fayl degan joydan mana bu yerdan is file degan joyga kiramiz. Masalan, bu yerda o'sha fayl qilganinglarni bitga tashlaysizlar. Mana buni o'zingizlar surasizlar yoki mana o'rtaga qo'yasizlar. Masalan, tepasiga A ga bosib, tepasini o'zingiz xohlagandek yozuvga qilsanglar bo'ladi. Masalan, 72 bo'lsa 72 yozuvda yozasizlar mana. Faqat deymizda keyin pastga tushirib, mana xohlasanglar qora fonda, xohlasanglar mana qizil fonda, masalan, sariq fonda bossangiz mana yoramiz. Hop. Faqat yoramiz yoki mana o'chirib olish uchun mana KTRZni bitta bosasizlar. Mana orqaga qaytarib yuboradi. Keyin yana bitta bunda новая viloyatga bunda ta'sir qilasizlar. Yozasizlar, bu yerga qaramay o'tirmanglar. Mana masalan, men o'zim hozir anaqa tanlayman. Masalan, hozircha menga yozamiz mana. Yozamiz shu rangda. Chiroyli. Keyin pastga mana bunda to'xtanglar. Hop, ana. Keyingisi chiroyli. Open case. Bo'ldi, mana chiroyli open case. Mana shunga ko'chirishim kerak. Hop, mana chiroyli open case masalan. Yozasizlar. Keyin bundan ochib ketsanglar, o'zingizlar xohlagandek rangida mana chetlarini, mana ustlarini mana bezashinglar mumkin. Endi bunda bezash yo'q. Mana chiroyli open case. Yoki mana shu X'ni tushiramiz. Deysizlar-da. Buni yasagan foninglarni faylga kirib, bu yerda сохранить kakka bosasizlar. Keyin mana PNG, ya'ni другой formatga bossanglar, mana o'zingizlar qayerga tushishinglarni aytasizlar. Masalan, men o'zimga tushiradigan ya'ni papka ochganman mana. Sizga PNG mini PNG dastur va saqlanitda. Mana endi buni bosasizlar. Bunda ham mana bo'ldi. Endi o'sha saqlanib qilgan papkalarga kirasizlar. Ya'ni qayerda saqlanib qilgan bo'lishi mumkin. Masalan, menimcha saqlanib bo'lishi mumkin. Masalan, menda turibdi Photoshop dasturimda. Mana Photoshop dasturimda ana o'sha yasagan fonim. Mana o'zim yashagan fonim. Mana ko'rib turganinglardek buni bemalol YouTube'ga qo'ysam ham bo'ladi. Xohlagan ishimizni ko'rsa bo'ladi. Sizlar bilan Gamer.uz kanali bo'ldi. Hali ko'rishguncha xayr. Video yoqqan bo'lsa like va obuna bo'lish esdan chiqmasin.